Xitoyning eng badavlat tadbirkorlaridan biri vafot etdi. Bankiga 1 milliard 900 million dollarga yaqin pulni ayoliga meros qilib qoldirdi. U ayol erining haydovchisiga turmushga chiqdi. Shofyor: "Hayotim davomida xo'jayinimga xizmat qildim deb o'ylab yurardim, bilsam, xo'jayinim butun umr men uchun ter to'kkan ekan", dedi. Achchiq haqiqat shuki, umrimizni mulk jamlashga intilib o'tkazyapmiz. Zamonaviy telefonlarning 70% funksiyasidan deyarli foydalanmaymiz. Eng qimmat katta tezlikda yuradigan avtomobillarning ham 70 dan ortiq tezligida yurmaymiz. Hashamatli qasringiz bo'lsa ham uning barcha xonalaridan foydalana olmaysiz. 70% chang bosib yotadi. Kiyim-kechaklarni-ku aytmasa ham bo'ladi. Ularning 70%ni kiyasiz. Qolganlarining bor yo'g'i esingizda ham qolmaydi. Hayot davomida ham bor pullarimizni tishimiz kovagida saqlaymiz. Kimgadir moddiy yordam qilish u yoqda tursin, kezi kelganda yeb-ichishdan ham tiyib qolamiz. Biz hammasini qoldirib ketamiz. Boshqalar ega chiqadi. Shunday ekan, dunyo deb siqilmang. Taqdiringizga bitilgandan ortig'iga erisha olmaysiz. Kuchli boy bo'lsangiz hokisorlikni, mulkda qusuringiz bo'lsa qanoatni unutmang. Mulkingizdan ehson qilganingizdagina siz bilan oxiratga ketadi. To'g'ri tasarruf qilmaganlaringiz qarshingizga guvoh bo'ladi. Alloh har lahzamizni saodatga to'ldirsin.